Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli qarindoshlar, bu hafta diqqətinizdə bo'lgan xəbərlərimizin asosiy məzmunlarini diqqətinizə sunub ötürüz. Bugünkü xəbərlərimizdə Türkiyədəki Uyğurlar terrorluqqa lənət oxudu. Türkiyədə fəaliyyət edib beriyotgan Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti Əmmallağa məlum bo'lgandek Türkiyədə axırqı aylarda ciddi əvjiga chiqayotgan PKK terrorluq təşkilatıninki hər yerdə qilayotgan hücumlarga lənət oxuyduğanlığını və bütün Şərq Türkistan xalqininki 40 milyon xalqininki Türkiyə xalqının azabı bilan birga azablanadiganligini və bu qiyin kunlardan cho'qim Türkiyə kuchli holatga chiqadiganligini bildirib bayonot e'lon qildi. Shundaqla xabarimizda Xitoy vatanimizdagi boyliqlarni qandoq talon-taroj qilyotdi. Bu xabarimizda iqtimodi bo'ldi. Ya'ni Xitoy vatanimizni ishg'ol qilgan 60 yildan buyon biz echiyotimiz boyliqlarni echiyotimiz deb qandoq talon-taroj qilayotganligi bu oxirgi shu xabarlarda kan boyliqidan qandoq talon-taroj qilganligi kan boyliqini bu xabarda iqtimodi bo'ldi. Shundaqla Xitoy hajga borgan hojilarni ham aramida qo'ymay bu yerda islom dinining musulmonlarning eng muqaddas joyi bo'lgan Allohning Ka'b bo'lgan shu Makka diyorida haj qilg'ili kelgan shu Uyg'urlarimizni ham aramida qo'ymasdan shu yerda Xitoyninki bu qatimliq parad, ya'ni harbiy parad 3-sentabr o'tkazgan bu parad Xi Jinpingning qilgan so'zlarini bu yerda Uyg'urcha tarjima qilib o'rganish, o'rinlashtirish va Makkaga berib Xitoy davlati uchun duo qilg'izishga o'xshash bu qadar rezil siyosatlarni, rezil ishlarni elib berayotganligi haqidagi xabarda iqtimodi bo'ldi. Shundaqla Xitoyning eksport savdosi rekord darajada rekord xarakterli tushmoqda. Dunyoning ikkinchi iqtisodiy kuchi, iqtisodiy taraqqiy qilgan bir davlat degan bu davlat ig'ir besim ostida qoldi. Shundaqla G20 davlat guruhi Xitoyga o'zining ogohlantirishini bergan bo'ldi. Shundaqla Tayland doiralari portlatish gumondori Mirali Yusufning iqror qilganligini bildirdi. Xabarimizda bu iqtimodi bo'ldi. Shundaqla asosli gumondor, ya'ni Tayland portlatish elib boruvchi asosli gumondor deb qaralgan Abdusattor Abdurahmonning Xitoyga ketganligi vaqadan burun Xitoyga ketganligidan iborat bu xabarlar. Bu va bundan boshqa xabarlar iqtimodi bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Maarif cemiyetinde aylık söhbət yığını ötküzüldü. Türkiye'de faaliyet edip beriyotgan Şərq Türkistan Maarif ve Həmkarlıq Cemiyeti'nin 9. aylık söhbət ve uçuruş yığını 4. sentabrga Cemiyet Merkezi ötküzüldü. Türkiye'de faaliyet edip beriyotgan Şərq Türkistan Maarif ve Həmkarlıq Cemiyeti 4. Ağustos Cuma günü keç 9. aylık söhbət ve uçuruş faaliyeti edip bardı. Faaliyette cemiyetinin baş naziri dini alim Abdulhakimxon Maqsumacım Qur'on ve sünnet ruhini çıkış kılıp durup, saadet əsrdeki canlıq misallarını keltirip, Şərq Türkistan xalqining növbətdəki özara vafadarlıq və kuyumchanlıq ahvoli haqida söz qildi. Maqsumacım yaqinqi yillardan buyon ko'rilayotgan bir qism ahvollarni o'tirg'a qo'ydi va buni saadet əsrdəki vaqalar bilan selishtirib, özara kuyumchan vafodar bo'lishimiz kerakligini bildirdi. Hamda har bir kishining oldi bilan o'zidan hisob elib, o'zini isloh qilishi kerakligini o'tirg'a qo'ydi. U yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkistondan Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari orqali hijrat qilib chiqish jarayonida eng yaxshi musulmon hisoblanadigan kishilar orasida manfaatin deb o'zining musulmon qarindoshlariga egichoqsiz muslimalarga vafodorlik, kuyumchanlik va histoshlik qilmaydigan qisman ahvollarning ko'rilganligini tilga olib, buning islom axloqiga zid ekanligini, musulmonlardagi vafodorlikning ayni vaqtdagi bir mushrikda ko'rilgan vafodorlik axloqidanmi tuvan o'ringa tushib qolganligini ko'rsatib berdi. U yana Uyg'urlar orasidagi ba'zi iqimlarning o'zi bilan bir fikrda, bir yo'lda bo'lmagan, hatto islom va musulmonlar uchun yaxshi xizmat qilayotgan kishilarni musulmon deb qaramaslik, ularni kamsitishdak ahvollarning to'g'ri emasligini, har bir odam oldi bilan o'zini isloh qilishi, o'zidan hisob elishi lozimligini o'tirg'a qo'ydi. Maqsumajim yana vafodorlik, kuyumchanlikdagi esil xislatlarga ega ajdodlarning varislari ekanligimizni o'zimiz bilan o'xshash qismatda bo'lgan qarindoshlarimizga mushxil axloq bilan muomala qilishimiz lozimligini ta'kidlab o'tdi. Suhbatning tafsilotini to'rimizning munosabatlik bo'limidan ko'rib olasizlar. Biz demek ki bunun başkalarına her xil hüküm çıkarış, fetva veriş, başkalarının ki bu izip gitti bunu evalışta konuğum
Hem evvel özümüzge qarab bakın. Ben Müslümanda ahlak mende bağlı yok mu? Neymiş kıldım? Neymiş kılmadım ben? Benim kılıvatkan işim bir Müslümanın kılgan işim var. Ya bir kafirle kılmayıptan bir rezil işim kılmadım mı? Xitoy Sharq Turkistonda ko'mirni qandoq talon-taroj qilayotganligini oshkorladi. Xitoy atalmış Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 60 yillik harifasida vatanimiz Sharq Turkistondagi boyliqlarning talon-taroj qilinish ahvolini taraqqiyot nomida oshkorlamoqda. Xitoy atalmış Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 60 yilligida har sohada xilma-xil faoliyatlarni o'tkazib, tabriklash faoliyatlarini olib bormoqda. Bu jarayonda Xitoy o'zining Sharq Turkistonning boyliqiga bo'lgan talon-taroj qilish ahvolini taraqqiyot nomida oshkorlamoqda. Xitoyning 9-sentabrdagi Xinjiang xabarlari programmasida 60 yillik taraqqiyot qatorida Xitoyning Sharqiy Jungar ko'mirligini echish ahvoli ko'rsatilgan bo'lib, xabarda ilgari sanoat taraqqiy qilmagan bo'lg'achqa yer osti boyliqlaridan foydalanish imkoniyatining to'van ekanligi, 60 yillik taraqqiyot orqali neft, ko'mir qatorliq boyliqlarning oltinga aylanganligi bildirilgan. Lekin kuzatuvchilar va faoliyatchilarning qarashicha Xitoyning bu echishlari yer osti boyliqini oltinga aylantirishlari faqat Xitoylarga manfaat yetkazgan. Amaliyotda Xitoy boyliqlarni echib foydalanish emas, balki mustamlika zamindagi boyliqlarni bulang-talon qilib kelgan. Sharqiy Jungar ko'mirligi Sharq Turkistonning shimoliga joylashgan bo'lib, Xitoy taraf oshkorlagan sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Sharqiy Jungar neftligining sharqdan g'arbga bo'lgan uzunligi 220 kilometr, zapas miqdori 390 milliard tonna bo'lib, Xitoy davlatidagi ko'mir zapas miqdorining %17.8%ni egallaydi ekan. Xitoyning hozirgi ishlab chiqarish saviyasi bo'yicha hisoblaganda, Xitoy davlatining 100 yil ishlatishiga yetadi ekan. Xitoyning 5 cho'ng elektr quvvati shirkatini o'z ichiga olgan 43 korxonasi Sharqiy Jungarga markazlashgan. Sharqiy Jungar ko'mirligi 2005-yilda bayqalgan bo'lib, uningdan boshqa yana Sharq Turkistonning janubiy va shimolida, ya'ni Kucha, G'ulji qatorliq rayonlarda cho'ng tipdagi ko'mir konlari bor. Egilishicha Sharq Turkistonda Xitoyning neft, ximiya, elektr quvvati, to'qimachilik qatorliq 9 cho'ng sanoat bazasi shakllanmoqda. Lekin bularning dal aksicha, bu boyliqlarning asli mansublari bo'lgan Uyg'urlar borgan-sari chetga qilmoqda, Xitoylar ko'p sonli holga kelmoqda. Kishilik huquq tashkilotlari va xalqaro matbuotlar Uyg'urlar duch kelayotgan diniy, milliy, siyosiy zulmlarning kun sayin kuchayayotganligini ko'rsatmoqda. Yevro-Osiyo fondi jamiyati Sharq Turkistonlik oilalarga yordam qildi. Yevro-Osiyo tadqiqot, ma'rif va ijtimoiy xizmatlar fondi jamiyati Istanbulda yashayotgan va ehtiyoji bo'lgan 600 Sharq Turkistonlik oilaga oshliq yordam qildi. Türkiye'de faoliyat olib berayotgan Yevro-Osiyo tadqiqot, ma'rif va ijtimoiy xizmatlar fondi jamiyati Istanbulda yashayotgan va ehtiyojli bo'lgan 600 Sharq Turkistonlik oilaga oshliq yordam qildi. Yevro-Osiyo tadqiqot, ma'rif va ijtimoiy xizmatlar fondi jamiyati Istanbulda faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining Zaytinburnu va Safaköy sho'balaridagi xizmatchi xodimlarining hamkorligida Sharq Turkistonliklarning yemaklik ehtiyojiga mos holda o'rab qachilangan un, yog', guruch qatorliq buyumlarni mazkur 2 rayonda o'ltirishliq ehtiyojli oilalarga yetkazib berdi. Mazkur fondi jamiyatining a'zosi bo'lgan Ibrohim Kekach yaqinqi 2 yilda ko'p sondagi Sharq Turkistonlikning Turkiyaga kelganligini, Yevro-Osiyo fondi jamiyatining 2 yildan buyon Sharq Turkistondan Turkiyaga ko'chib kelishga majbur bo'lib qolgan qarindoshlarining masalalari bilan aloqador bo'lib kelganligini bildirdi. Ibrohim Kekach o'zlarining nishonining Sharq Turkistonliklarning ovozini anglatish ekanligini, o'z vatandagi muqimsizlik sababidan Turkiyaga kelishga majbur bo'lgan qarindoshlarining intayin qiyin sharoitda hayot kechirayotganligini aytdi. Bu oy 600 oilaga oshliq yordamida bo'lganligini, buningdan keyinmi har oyda 1000 oilaga oshliq yetkazib beradiganligini, o'zlari tarqatgan yashikdagi oshliqning bir oilaning oran bir haftalik yemaklik ehtiyojini qamday oladiganligini bildirdi. Ibrohim Kekach Sharq Turkistonliklarning uzun yo'llarni besib Turkiyaga kelganligi, yo'lda zo'r qiyinchiliklarga uchraydiganligi, Turkiyaga yetib kelganlarning bo'lsa kasallik va boshqa qiyinchiliklarga duch kelganligi, Sharq Turkistonliklarning hech kimdan yordam talab qilmasdan o'zlari tirishib kelayotganligi, ularning orasida kasallarning erlaridan, otalaridan ayrilgan ayol va bolalarning borligi, o'zlarining turk xalqini Sharq Turkistonliklarga yordam berishga chaqiriq qilayotganligi qatorliq ahvollarni bayon qilib, o'zlarining xayr saxobatchilaridan bu vaqtda yordam kutayotganligini bildirdi. U yana Türkiye'nin panohlanuvchilarga qilgan yordam va sohibxonligining xalqaroda ulgu bo'lganligini eskartib,
Yevropaning musofirlar masalasiga sezgur muomala qilmaganligini bildirdi. Turkiyadagi Uyg'urlar terrorlikqa la'nat o'qidi. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati tomonidan e'lon qilingan bayonotda Kommunist terrorlik tashkiloti PKKning Dag'lija va Ig'dirda elib borgan terrorlik hujumlariga la'nat o'qildi va dunyo miqyosidagi 40 millionga yaqin barliq Uyg'urlarning Turkiyaning azobiga cho'nqur azoblanayotganligi bildirildi. İstanbulda fəaliyyət qılıb atqan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati tomonidan e'lon qilingan bayonotda terrorlik tashkiloti PKK Kurd Kommunist ishchilar partiyasining Dag'lija va Ig'dirda elib borgan terrorlik hujumlariga la'nat o'qildi va dunyo miqyosidagi 40 millionga yaqin barliq Uyg'urlarning Turkiyaning azobiga cho'nqur azoblanayotganligi bildirildi. Bayonotda mundaq deyildi: Kommunist terrorlik tashkiloti PKKning Dag'lija va Ig'dirda elib borgan terrorlik hujumlariga qattiq la'nat o'qiymiz. Türkiye intayin nazuk bir bosqichni boshdan kechirmoqda. Yuraklarimiz yangi azoblar bilan puchulanmoqda. Allah shahidlarga rahmat va oila tavobiatlarga sabr taqat ato qilsin. Butun Türkiye xalqiga birlik va barobarlik nasib qilsin. İnşallah Türkiye'nin birligi va bir putunligini, shon va sharafini qat'iy qo'g'diy oladiganligiga, shundaqli bu azobliq bosqichlardan uchqandak o'tib, texmi kuchlangan holda o'ttirg'i chiqa oladiganligiga ishonamiz. Biz dünyanın her qaysi joylaridagi 40 milyonga yaqin Uyg'ur xalqi her zaman Türkiye'deki 78 milyon qarindoshimizning yendi ishkanligimizni jakarlaymiz. Qarindoshlarimizga har doim duo qilayotganligimizni va azoblarga azoblanayotganligimizni jakarlashdan iftixor ham sharaf his qilamiz. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati idora hay'at rahbarligi. Xitoy muhojiratdagi Uyg'urlarni shundaqla dunyoni oldirmoqchi bo'ldi. Xitoy chet ellarda muhojiratda turayotgan Uyg'urlarning atalmış vakillarini Sharq Turkistonga taklif qilib, bir tarafdan ularni oldirmoqchi bo'lsa, yana bir tarafdan dunyoni oldirmoqchi bo'ldi va bu vakillardan bo'lgunchilikka qarshi turishni, yaxshi tashqi muhit yaratishni talab qildi. İşğalchi Xitoy Uyg'urlarni aldash uchun qurib bergan saxta avtonom rayon qurilganligining 60 yillik mezgilda Sharq Turkiston va Xitoy o'lkalarida kuchab tashviqot faoliyatini elib berish bilan birga chet ellarda muhojirat yashayotgan Uyg'urlarning vakillarini taklif qilib, ularni atalmış 60 yillik taraqqiyot va Xitoyning qog'oz yuziga yozilgan millatlar siyosati orqali qaymoqtirishga urinmoqda. Xitoy taratqularning xabar qilishicha, Xitoy atalmış avtonom rayon qurilganligining 60 yillik munosabati bilan Avstraliya, Turkiya, Pokiston, Qozog'iston, Kanada, Qirg'iziston va O'zbekiston qatorliq 7 davlatda turishliq osonlik millat muhojirlar o'makining 30 nafar mas'ulini Xitoyga taklif qilib, ziyorat va o'rganishga o'rlashtirgan. 8-sentabr atalmış Uyg'ur avtonom rayonining raisi Shuhrat Zokir Urumchida bu vakillar o'maki bilan ko'rishgan. Shuhrat Zokir 60 yillik taraqqiyotdan faxrlanganligini bildirgan va bu vakillardan 60 yillik taraqqiyot va o'zgarishlarni his qilishini, bo'lgunchilikka qarshi turishni, yaxshi tashqi muhit yaratishni talab qilgan. Bu vakillar o'makining boshlig'i Avstraliyadan kelgan Abdumid Sodiq qatorliqlar o'zining xo'shallik his qilganliklarini bildirishgan. Bundan boshqa yana Xitoy chet ellarda shu davlatlarda yashayotgan Sharq Turkistonliklarni qatnashtirib, har xil tabriklash faoliyatlarini elib bormoqda. Xitoyning atalmış avtonom rayon qurilganligining 60 yilligida Sharq Turkiston ichki sirtida bu qadar dag'dug'i qo'zg'ishi va muhojirlar vakillarini ziyoratga uyushtirishi diqqat tortmoqda. Kuzatuvchilar Xitoy Sharq Turkistondagi zulmini yoshirib, xalqaroliq besimdan qutulish uchun qasdan Sharq Turkistonda zo'r taraqqiyotlarni qo'lga keltirganligini davrang salmoqda. Lekin bu taraqqiyotning foydasi Xitoylarga bo'ldi ham bo'lyotidi. Bu zaminning asli sohib bo'lgan Uyg'urlar duch kelgan diniy va siyosiy besimlar bargan siri oshmoqda deb ko'rsatdi. Biz bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultiyi muavin raisi Ömer Qanat apandim bilan suhbat elib bordik. Shunda bu dunyoda bo'layotgan o'yinlar buni bir nayta hayron qilib nima qilmaslik kerak. Ammo shu Uyg'urlarga mushundaq bir qonliq bir keskin bir Xitoy bilan Uyg'ur orasidagi chegara ayrilgan, qizil bir siziq bilan ayrilgan, har qandaq Xitoy Uyg'urni dushman deb ko'rayotgan, Uyg'ur xalqimi Xitoyni har qanday Xitoyni dushman deb ko'rayotgan mushundaq bir paytda bu insonlarniki mushu g'aflat ichida, o'sha ihonat, xiyonat ichida berib shundan qatnashishi bularniki so'rig'iniki Alloh tarafidan so'rildi albatta. Qanchalik bir ilqi nima insonlar bo'lganligini, qaysi nimadagi sapadagi insonlar bo'lganligini ko'rinib turadi hamda bu nimada. Chunki hech bo'lmasa har qanday kichik bolam biladi hozir. Kichik bolam Xitoyni Xitoy deb nima qiladi.
Hatta şu tünügün ölüşkün ürümçiden kelgen nimeler aşağıda mesela küçük balla oyun oynusu mu hazır? Xitay geldi, Xitay kaçırdı ki hazır. Ya olmasa o Xitay öldürdü o bizni mandat deydiken değil mi? Hatta ilaka birisi depede hatta küçük bir 3 yaşlık balla oyun oynayıp oyun oynayıp Xitayning qilgan zulmini bilgashga ilaka saqchi mashinasi bor. Bir-biriga shunda nima qildi ekan? Saqchi mashinasi vuy mangado uni Uyg'ur deb mangado deydi ekan. Ambulansni qutqizadigan nimani Hanzo deb mangado deb o'shundaq ilaka kichik bolalar bilib ketdi buni. Xalqimizda milliy ruh shunchalik uyg'ondi. İnsanlar berib o'zini bombani tengib o'zini itib boradi bilyalaka. Shu zulmga chidamay, nimaga chidamay shundami? Mushundaq bir sharoit ostida bu insonlar tex o'qanmasa, bular vabali qoladi buning, vabalga qoladi. Buningki nimasini albatta Alloh bu dunyoda mı ko'rsatadi, u dunyoda mı ko'rsatadi. Xitoy hajga kelgan Uyg'ur hojilarini mo aramida qo'ymadi. Xitoy Yaponga qarshi urush g'alabasining 70 yilligini xotirlash faoliyatini Saudiya Arabistonda haj faoliyatida bo'layotgan Uyg'urlarga majburiy holda tor orqali naq maydondan ko'rishga majburlagan va Xi Jinpingning faoliyati qilgan so'zining Uyg'urcha tarjimasiga asosan dokulat ruhini o'rganishga tashkillagan. Erkin Asiya radiosining xabariga qaraganda Saudiya Arabistonning Makka shahrida haj faoliyatiga qatnashish uchun ibodatda bo'layotgan Uyg'urlarning inkosida 3-sentabr Sharq Turkistondan kelgan hojilar haj o'miki mas'ullarining bir tutash o'rinlashtirishi bilan Xitoyning Yaponga qarshi urush g'alabasining 70 yilligini xotirlash faoliyati olib borgan. Haj o'mikining mazkur faoliyatiga qatnashgan, ammo o'zining kimligini oshkorlashni xohlamagan bir nafar xodimning bildirishicha, Xitoy haj qilish o'mikining mas'ullari hojilar bilan birlikda 3-sentabr Makka shahrida Beijingda o'tkazilgan Xitoyning Yaponga qarshi urush g'alabasini xotirlash faoliyatini internet to'ri orqali naq maydondan ko'rgan va bu haqda o'z ta'sirotlarini bayon qilgan. Xitoy haj o'mikining mas'uli Adil Hoji Kerim so'z qilib, bugun davlatimizning Beijingda o'tkazgan yapon bosqinchilariga qarshi urush g'alabasini xotirlash faoliyatini ko'rib, nihoyat hayajonlandim. Bu tarixiy kunni hargiz unutmasligimiz kerak. Har bir odam tinchlikni so'yishi, tinchlikni saqlashi lozim. Islom dinimi tinchlik, mehribonlikni va keng qo'rsaqlikni targ'ib qiladi. Biz har bir haj qilguvchiga buni tashviq qilishimiz kerak degan. Muavin o'mak boshlig'i Ma Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning xotirlash marosimida qilgan so'zini haj o'mak a'zolarining guruhlarga bo'linib, astoydil o'rganib chiqishni tavsiya qilgan. Shu kuni haj o'mak mas'ullarining o'rinlashtirishi bilan Yunnan qatorliq o'lkalardan kelgan haj o'mak a'zolari Xitoy davlatining tinch omonligi uchun Baytullohga berib namoz o'qib duo qilishga buyurilgan. Uyg'ur elidan kelgan Uyg'ur hojilar guruhlariga bo'linib, Xitoyning 5 yulduzliq bayrog'i esilgan uylarda Xi Jinpingning bu qatimqi doklatining Uyg'urcha tarjimasiga asosan doklat ruhini o'rgangan. Makkadagi Uyg'ur jamoati mutavallilardan Ahmad Mo'min afandi Xitoyning islom dinining muqaddas joyi bo'lgan Makkada bu xildagi siyosiy faoliyatlarni elib berishini Uyg'urlarning diniga qilingan hurmatsizlik deb aybladi. Ba'zi hojilarning aytishicha, Xitoy haj o'maki mas'uli Adil Hoji Kerim bilan Uyg'ur eli haj o'makining mas'uli Turg'an Pidoi bu qatimqi haj faoliyatida siyosiy o'rganishni muhim o'ringa qo'ygan bo'lib, Urumchi, Qaramay, Turpan qatorliq shaharlardan kelgan hojilar boshlamchilik bilan siyosiyga diqqat qilish o'rganish kurslarini boshlab o'tgan. Makkadagi jurnalist Sirojiddin Azizi haj faoliyatida Xitoyning bu xildagi siyosiy faoliyatlarni elib berishi Saudiya Arabiston qonuniga xilof ekanligini bildirdi. U so'zda Saudiya Arabiston hukumati hojilarning haj mazgilida bu xildagi faoliyatlarga qatnashishini cheklaydiganligi, Xitoyning bu xildagi kommunistik harakatlarning islom diniga tubdan qarshi ekanligi to'g'risida to'xtaldi. Bu yil Sharq Turkistondan kelgan hojilar avval Madina shahrida 5 kunlik faoliyat elib borgan, keyin Makka shahriga yetib kelgan. Hojilarning aytishiga qaraganda, bu yillik haj o'makining belgilamasida 5 ga rioya qilish alohida belgilangan bo'lib, kimki buningga xiloflik qilsa, vatanga qaytgandan keyin qonun o'rinlarining bartaraf qilishiga topshirilganligi haqida o'mak rahbarlari hojilarga alohida eskartish bergan. Bu belgilamlar tovandikicha. Birinchi, Makka va Madinada urug' tuqqan va do'st birodarlari borlar, ular bilan qat'iy ko'rishmaslik. Ikkinchi, ko'chalarda uchrab qolgan Uyg'urlar bilan salomlashib suhbatlashmaslik. Uchinchi, masjidlarda tarqatilgan diniy va siyosiy kitoblarni qabul qilmaslik. Agar qabul qilganlar bo'lsa, darhol haj o'mak mas'ullariga topshirib berish. To'rtinchi, Sharq Turkistonning siyosiy vaziyati to'g'risida chet ellik va chet eldagi Uyg'urlarga so'z qilmaslik. Beshinchi,
bu yilgi Ramazan oyida elib berilgan Uyg'urlarni ro'za tutqizmaslik siyosati to'g'risida qat'iy to'xtalmaslikdan iborat ekan. Xitoy Sharq Turkistonda majburiy harbiy parad ko'rishga tashkilladi. Xitoy Yaponga qarshi urush g'alabasining 70 yilligini xotirlash harbiy paradini ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonda diniy zotlardan tortib maktab bolalargacha har soha kishilarni kollektiv holda ko'rishga va dog'dug'liq xotirlashga o'rinlashtirdi. Xalqarada ko'proq salbiy inkoslarni qo'zg'ayotgan Xitoyning Yaponga qarshi urush g'alabasining 70 yilligini xotirlash harbiy paradi Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonda dog'dug'liq xotirlashga o'rinlashtirilgan ham majburiy holda parad ko'rishga o'rinlashtirilgan. Tangritog' to'rining 8-sentabr xabar qilishicha, 3-sentabr Xitoy harbiy paradining televizorda ko'rilish nisbati Sharq Turkistonda eng yuqori bo'lgan bo'lib, Xitoy davlatining o'ttirchi ko'rish nisbatidan eshib ketgan. Sharq Turkistonda yo'l qo'yilgan sifirlik nazorat qilib tekshirish supasidan ma'lum bo'lishicha, bu harbiy paradni ko'rish nisbati 3 yildan buyon eng yuqori bo'lgan. Xitoy medialarida Sharq Turkistonda diniy zotlardan tortib harbiylargacha har soha kishilarining kollektiv holda Xitoyning harbiy paradini naq maydondan ko'rayotgan ko'rinishlari keng tashviq qilindi ham qilinmoqda. Lopnur nahiya Dashi kentida kent aholilari kent yig'in zaliga yig'ilib harbiy parad ko'rishga tashkillangan. Yakan nahiya Yangiobod kentiga tushgan Xitoy xizmat guruhi kent aholilarini o'zlari bilan birlikda harbiy parad ko'rishga o'rinlashtirgan. Sharq Turkistonning har qaysi joylaridagi idora organ, maktab qatorliq o'rinlardami o'xshash faoliyatlar elib berilgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoy harbiy paradining ko'rilish nisbatining Xitoyning bostirishi eng ig'ir bo'lgan Sharq Turkistonda eng yuqori bo'lishi, Xitoyning Sharq Turkistonda keng ko'lamli ta'til tashviqot elib berib, mingi yuyish va majburiy harbiy parad ko'rishga tashkillashi bilan munosabat ekan. Husayn Qari Islomiy olamdan o'tdi. Saudiya Arabistonning Jiddi shahrida yashayotgan vatanparvar buyuklarimizdan Husayn Qari Islomiy 9-oyning 5-kuni kechda Jiddi shahridagi doktorxonada vafot bo'ldi. Saudiya Arabistonning Jiddi shahrida yashayotgan vatanparvar buyuklarimizdan Husayn Qari Islomiy 2015-yil 9-oyning 5-kuni kechda Jiddi shahridagi doktorxonada davolash unum bermay bu dunyo bilan vidolashdi. Egallanishicha, vatanparvar Husayn Qari Islomiy 1918-yili Ostina Atishning Mashhad yesida dunyoga kelgan. Ayni zamonda Uyg'ur ma'rif aqart harakatining boshlamchisi bo'lgan Muhammad Ali Tavfiq apandida dars o'qigan. 1937-yili Aqsuning Avot noyasida o'qituvchilik qilayotganda Xitoyga qarshi siyosiy harakat bilan shug'ullangan degan gumon bilan Jallod Shinchisay tarafidan qo'lga olinib, 2 yil Urumchi turmasida qamoqqa ilingan. Turmadan qo'yib berilgandan keyin G'uljiga ko'chib berib, 3 viloyat ozodlik harakatiga qatnashgan. 1949-yili Xitoy kommunist diktatorlari Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olganda Saudiya Arabistonga hijrat qilib kelib, Jiddi shahriga o'rinlashgan. Marhumning bu yil 98 yoshga kirganligi bildirildi. Janobi Alloh marhumning gunohlarini mag'firat qilib, yotgan yerini jannatda qilg'ay. Oila bolalari va urug' tuqqan do'st birodarlarga sabr ato qilg'ay. Yana bir tarafdan Erkin Osiyo radiosining xabarida tilga olinishicha, uzun yildan beri Saudiya Arabistonda Husayn Qari Islomiyni yaxshi taniydigan Ahmad Mo'min apandi marhumning 98 yillik hayotining Uyg'ur davosiga atalgan umr ekanligini bayon qilgan. Sharq Turkiston vaqfining sobiq raisi, tadqiqotchi Hamid Ko'kturk apandi Husayn Qari Islomiyning Yevropa, Amerika va Turkiyadagi faoliyatlari to'g'risida ma'lumot berdi. Husayn Qari Islomiy 1980-yildan boshlab Uyg'ur o'quvchilar Turkiya, Pokiston, Misrga o'xshash nurg'un davlatlarga kelib o'qishga boshlaganda, bu o'quvchilarga yordam qilish uchun Saudiya Arabistonda o'quvchilar sanduqining qurg'uchi a'zosi. U Saudiya Arabistonda islom dunyosida Turkiya va Amerika qatorliq davlatlarda Uyg'ur masalasini anglatish uchun zo'r to'hfalarni qo'shdi. Mazkur davlatlarga berib, u davlatlardagi siyosatchilar, parlament a'zolari va jurnalistlar bilan uchrashib, Sharq Turkiston davosini anglatdi. Marhum Husayn Qari Islomiy 1994-yili Istanbulning sobiq shahar boshlig'i, hozirgi Turkiya Cumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'an bilan ko'rishgan. 1992-yili Istanbulda chaqirilgan Sharq Turkiston milliy qurultayiga qatnashib, o'zining kurash tajribalarini anglatgan. Yana har qanday sorunda o'zining hayot tajribalarini anglatdi. Bularni men o'z ko'zim bilan ko'rgan deydi. Dunyo Uyg'ur qurultayi ijroiya komiteti mudiri Dulqun Aysa apandi Husayn Qari Islomiyning Sharq Turkiston davosiga qo'shgan to'hfasining zo'r bo'lganligini bayon qildi. Dulqun Aysa apandi bu yil 2-oyda Saudiya Arabistonga borganda uyda ziyorat qilganligini, da'vat to'g'risida muhim suhbatlarni elib borganligini bayon qildi.
Dulqun Aysa Efendi sözünün ahırda Hüseyin Qari İslami'nin vafatının Şərq Türkistan davası üçün zor bir yo'qotish bo'lganligini, Allohdan uning yotgan yerining jannat bo'lishini tilaydiganligini aytdi. Türkiye PKK terrorchilariga zarba berish uchun Iroqqa askar kirgizdi. Türkiye, Iroqning shimolidagi terrorlik tashkilotining ba'zilariga qarata havo va quruqlik hujumi elib bordi. Terrorlik tashkiloti PKK Türkiye'nin Hakkari ve Iğdır vilayetlerinde Iğır terrorlik hücumlarını elib berib, neçe o'nlagan Türk saqchi ve askerlerinin jiniga zamin bo'lgan ekan, Türkiye, Iroqning shimolidagi terrorlik tashkilotining ba'zilariga qarata havo va quruqlik hujumi elib bordi. Türkiye quruqlik qismlari seshanba kuni Iroqning shimoliy qismiga kirdi. Bu 2011 yildan buyon Türkiye'nin tunji qatim askar kirgizishi hisoblandi. Türkiye hükümetinin bildirishicha, bu Türkiye askerleri ve saqchilariga hujum qilgan Kurt terrorchilarini qo'g'lash uchun elib berilgan qisqa muddatlik harakat ekan. Türkiye Hava Armiyasi bundan burun Kurt İşçiler Partisi, yani PKK terrorlik tashkilotining Iroqdagi bazalariga hujum elib borgan. Anatoliya agentligining xabar qilishicha, Türkiye'nin 50 aeroplani 6 soat davomlashgan zarb berish harakatiga qatnashib, 80 dan ko'p PKK a'zosini yo'qotgan. Türkiye harbiy harakat elib berishdan burun PKK terrorlik tashkiloti Türkiye'nin Hakkari ve Iğdır vilayetlerinde 2 qatim portlatish hujumi elib berib, nurg'un Türk saqchi ve askerning jiniga zamin bo'lgan edi. Yakshanba kuni Hakkari viloyatining Dağlıca rayonida Türk askerleri yetib kelishdan burun PKK terrorchilar tarafidan yo'lga ko'milgan bomba askerlar o'tib ketayotganda yiroqdan kontrol qilib portlatilgan. Portlatish hujumida 16 Türk askari hayotidan ayrilgan. Yaralanganlarning barligi bildirildi. Egilishicha, bu qatimqi hujum ikki taraf 7 oyda 2 yilga suzilgan urush to'xtatish kelishimini buzgandan buyongi eng og'ir o'lish yorilish keltirib chiqargan hujum hisoblandi ekan. Seshanba kuni Türkiye'nin sharqidagi Iğdır viloyatining Aralik nahiyasida vazifa o'tayotgan Türk saqchilari o'ltirgan minibus bilan qo'g'dab mangan avtomobil bu nahiyaga qarashli bir joydan o'tib ketayotganda PKK terrorchilari yo'lga ko'mib qo'ygan 1 tonna atrofidagi bombani yiroqdan kontrol qiluvchi orqali portlatgan. Bu hujumda 13 saqchi hayotidan ayrilgan. Shuning bilan bir vaqtda Türkiye'nin har qaysi joylarida terrorlikqa qarshi keng ko'lamli namoyishlar elib berilmoqda. Xitoyning tashqi perevod zapisida rekord xarakterlik tushish ko'rildi. Xitoyning eksport savdosi avgust oyida qattiq tövəlledi və dünya bo'yicha ikkinchi cho'ng iqtisodiy kuch bo'lgan Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti og'ir besim ostida qoldi. Xitoy Markaziy bankisining dushanba kuni e'lon qilishicha 8-oyning oxirigacha tashqi perevod, tashqi almashtirish zapas miqdori 4 oy uda tövəllagan bo'lib, her ayda 93 milyard 929 milyon Amerika dollaridan azdigan. Bir aydaki tövəllash miqdori xotirlangandan buyongi eng cho'ng rekordni yaratgan. Tahlilchilarning qarashicha, tashqi almashtirish zapisining tövəllashi mablag'ning sirtqi eqishini tezlatdi ekan. Xitoyning tashqi perevod zapisi 8-oyda 93 milyard 900 milyon azdigan bo'lib, Wall Street ko'chisi jurnalining qarashicha, bu Xitoy Markaziy bankisining tashqi perevod zapisini ishlatib, perevod bozoriga mudohala qilganligidan kelib chiqqan. Bu orqali Xitoy pulining kursi tushib ketishdan saqlanmoqchi bo'lgan ham mablag'ning Xitoydan eqib chiqib ketishini cheklamoqchi bo'lgan. Hong Konglik tahlilchilarning bildirishicha, mablag' solg'uvchilarning Xitoy pulining qimmati tushib ketishdan andisha qilishi 8-oydagi mablag'ning sirtqi eqish sur'atini tezlatib o'tgan. Barclays bankisining mo'ljallashicha, Xitoy keyingi yarim yilda 14% tashqi perevod zapisini yo'qotadi ekan. Xitoyning eksport savdosi iyul oyidagi 8.9% lik tövəllashdan keyin avgust oyida yana 6.1% tövəllagan. Türkiye Ovoz Radiosuning xabarida bildirilishicha, Xitoyning eksport savdosi avgust oyida qattiq tövəlladi va dunyo bo'yicha ikkinchi cho'ng iqtisodiy kuch bo'lgan Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti og'ir besim ostida qoldi. Xitoyning eksport savdosi Tamojna idorasining sonliq ma'lumotlariga ko'ra, oldingi yilning o'xshash mezgiliga solishtirganda 6.1% tövəllagan. Iyul oyida 8.9% tövəllagan edi. Import savdosi oldingi oydagi 8.6% lik ziyonni zo'raytib, 14.3% ga chiqardi. Buning natijasida Xitoyning tashqi savdo qizil raqami 368 milliard yuan, ya'ni 57 milliard 800 million dollar bo'lib hisoblandi. Bu sonliq ma'lumotlar Amerikadan boshqa dunyodagi Xitoy mollariga bo'lgan talabning ojizlashganligini va Xitoy zavodlarining qimmatining tövəllaganligini hamda shirkatlarining eksport savdosining navbatdagi ahvolini namoyon qilib berdi. Taraqqiyotni to'xtatmaslik uchun Xitoy hukumatining tashlagan oxirgi qadamlari
Noyabr oyidan buyon 5 qitim o'simni tövallatish va Xitoy Markaz bankisining oldingi oyda yuanning qiymatini favqulodda tövallatishi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Xitoyning Uchur aloqa bankisi analizchisi Liu Shuji bu vaqtda to'xtalib, Xitoy bu yillik eksport savdodagi taraqqiyot nishonini qo'ldan berib qo'yish oldida turdi va iqtisodiy taraqqiyoti uchun kerakli tashqi talabmi kelmaydi. Uning ustiga Xitoyning yuan bahosini tushirib o'tganligimi texnicha eksportga biror ta'sir ko'rsatganligini yo'q dedi. G20 davlat guruhidan Xitoyga ogohlantirish. Türkiye'nin paytaxtı Ankara'da elib berilgan G20 davlat guruhi maliye ministerleri ve Merkezi Banka başlıkları yığınının xulası dokumentada Xitoyga ogohlantirish berildi. 20 davlat guruhi maliye ministerleri ve Merkezi Banka başlıkları yığınının xulası dokumentada Xitoy pulining almashtirish qiymatini tushirish qadam bosqichlari tanqid qilindi va raqobat xarakterli pul qiymati tushirishdan yiroq turimiz deyildi. Bu yil noyabrda Türkiye'nin Antalya shahrida o'tkazilmoqchi bo'lgan 20 davlat guruhi boshliqlari yig'iniga tayyorlik qilish doirasida 4-5 sentabr kunlari Türkiye'nin poytaxti Ankara'da elib berilgan G20 maliye ministerleri ve Merkezi Banka boshliqlari yig'ini oxirlashib xitobnoma e'lon qilindi. Xitobnomada Xitoyning pul birligi bo'lgan yuanning almashtirish qiymatini rekord xarakterli tushirishiga qarata raqobat xarakterli qiymat tushirishdan yiroq turamiz. Her türlü savdo qo'rimichiligiga qarshi kurash qilamiz deyildi. Yaqinqi mezgillarda Xitoy iqtisodining ostilishi va Xitoy pulining tuyuqsiz qiymati tushirilishi sababidan yer shari bozori kuchli ta'virnishni boshdan kechirdi. Daesh Xitoy va Norvegiyalik tutqunni e'lon qildi. Iroq Sham Islom davlati 9-sentabr bir Xitoy va bir Norvegiyalik tutqunni e'lon qilib, ularning setildiganligini bildirdi. Iroq Sham Islom davlati qurolli tashkiloti 9-sentabr bir Xitoy va bir Norvegiyalik tutqunni e'lon qilib, qaytirib olish so'mmasi talab qilgan. Islom davlati qarmaqidagi inglizcha jurnalining yangi sonida bir Xitoy va bir Norvegiyalik tutqunni e'lon qilgan bo'lib, orqadan bu xabar ijtimoiy taratqularda keng tarqalgan. Jurnalda bu ikki kishining ism familiyasi, tug'ilgan vaqti, tug'ilgan yeri va davlat tavalligiga berilib, setildiganligi e'lon qilingan. Lekin bu ikki kishining qachon, qayerda tutqun qilinganligi va hozir nada tutib turilayotganligi haqida ma'lumot berilmagan. Jurnalda ko'rsatilishicha, Xitoy Beijinglik ismi Fan Jinhui bo'lib 50 yoshda ekan. Norvegiyalik Oslodan kelgan bo'lib 48 yoshda ekan. E'londa ikki tutqunga seriq mahbus kiyimi kiygizilgan, ikki kishining surati ostiga tutqunlar o'z davlat tarafidan tashlab etildi. Bu hukumatlar kuch chiqarmadi, pul chiqarib ularning erkinligini setib olmadi deb yozilgan. Norvegiya bosh ministri bu ishni dalillab, 40 yoshdan oshgan bir norvegiyalik erning bu yil 1-oyda tutqun qilinganligini bildirdi. U yana bu dilo haqida bir kichik guruh qurilganligini bildirdi. Xitoy taraf bu ishga hech qanday inkos qaytarmadi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi odati bo'yicha bu ishni dalillayotganligini, yangi ahvol bo'lsa e'lon qilganligini bildirdi. Iroqning Xitoy turishlik elchixonasi bu haqda uchur topshirib olmaganligini bildirdi. Tayland saqchilari portlatish gumondorining iqror qilganligini e'lon qildi. Tayland doiralari Bangkokdagi portlatish terrorisiga aloqador gumondor Mirali Yusufning Xitoy tavalligidagi kishi ekanligini va uning portlash yuz berishdan burun so'mkini portlatish terrorisidagi asosli gumondorga topshirib berganligini iqror qilganligini bildirdi. BBC'ning xabar qilishicha, Tayland va Xitoy doiralari Bangkokdagi portlatish terrorisiga aloqador gumondorning Xitoy tavalligidagi kishi ekanligini bildirdi. Ularning oshkorlashicha, gumondor Mirali Yusuf Shinjongda tug'ilgan. Xitoy amaldorlari yer shari vaqti gezitiga portlatish terrorisining Shinjonglik bo'lgunchilar tomonidan elib berilganligini aytgan. Tayland saqchilari Mirali Yusufning portlatish hujumi elib borgan guruhning a'zosi ekanligini aytgan. Yer shari vaqti geziti Xitoy amaldorlarining Mirali Yusuf Sharq Turkiston islom harakatiga tava deganligini naql keltirgan. 17 avgust portlatish terrorisining asosli gumondori deb qaralgan seriq kiyim kiygan ibodatxonning yeniga bir so'mkini qo'yib qo'ygan. Orqada la portlash yuz bergan. Saqchilar bu gumondor hozirgacha qechib yuribotidi deb qaramoqda. Mirali Yusuf chorshanba kuni tushdan burun saqchilar tomonidan voqea yuz bergan naq maydonga elib berilib, voqea jarayonini ko'rsatib bergan. Saqchilarning oshkorlashicha, Mirali Yusuf portlash yuz berishdan burun so'mkini portlatish terrorisidagi asosli gumondorga topshirib berganligini iqror qilgan. Tayland saqchi taraf bayonotchisi Paravot Tavurinsiri Mirali Yusufning iqroriga asoslanganda portlatish voqeasini planlovchi boshqa sheriklar bilan WhatsApp orqali aloqalashgan degan. Saqchilar asosli gumondorning Bengalga qochib ketganligini,
uningmi Xitoy pasporti ishlatganligini bildirgan. Mirali Yusuf Tayland soqchilari qo'lga olgan ikkinchi gumondor bo'lib, Tayland Kambodja chegarasida qo'lga olingan. Ayni vaqtda soqchilar uning yendan Xitoy pasporti chiqqanligini e'lon qilgan edi. Tayland bu yil 7-oyda Xitoy zulmidan qochib chiqqan 109 nafar Uyg'urni majburiy holda Xitoyga qaytarib bergan edi. Tayland soqchilari Mirali Yusufning bu delodagi asosli gumondorni soqchilarga aytib berganligini, lekin bu gumondorning voqea yuz berishdan bir kun burun Bengalga ketganligini bildirdi. Bengal soqchilari bo'lsa gumondorning Xitoy pasporti ishlatganligini, 16 avgust Bengal poytaxti Dakkaga kelib, 30 avgust Beijingga ketganligini bildirgan. Bengal soqchilari gumondorning 16 avgust Bengal aviatsiyasining BG0089 navbatlik aeroplaniga o'tirib Dakkaga kelganligini, orqadan 30 avgust jet aviatsiyasining aeroplaniga o'tirib Beijingga ketganligini oshkorladi. Bengal soqchilari bosh naziri Shahidul Huq biz Tayland soqchilari bosh planlovchi deb qaragan erning ism familiyasi, yetib kelgan vaqti va pasport nomerini tekshirdik. Bu dal chiqdi. U o'xshash aeroportdan Beijingga ketgan dedi. Shahidul Huqning aytishicha, bu kishining pasportdagi ismi Abdusattar Abdurahmon bo'lib, soqchilar hozir u kishi turgan mehmonxonani tekshirib o'tibdi. Tayland soqchilari yana 2 nafar Hindistonlikqa qarata gumonini o'ttirga qo'ygan bo'lib, bu ishkaylan voqea yuz berishdan burun soqchilar portlovchi modda bayqagan binoga ko'p qatim kirib chiqqan. Tayland soqchilarining intayin ziddiyatlik va chegish bayonlari kuzatuvchilarning diqqatini tortmoqda. Hürmetli televizor görgüçler, şuna qilib bu haftalik istiqlal xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimliq programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.